Kenayi, Labi, mash kostyumimni yuvib bering. Ertagacha qurish kerak, o'qishga kelaman. hozir shunda og'zim ochib olib keyin beraman. Yo'q, hozir yuvib bering. Xo'p, mayli, shunda suv ichib olay, maylimi? Umrimda birinchi marta iltimos qilsam shunaqa deyapsiz, a? Qanaqa tushunmaydigansiz, menga Nima bo'lyapti? Ha? Nima bo'lyapti? Kenayim kostyumimni yuvib bermayapti. Xo'p, yuvadi, og'zini ochib olsin. Ro'za og'iz bo'lsa, og'zini ochib olsin, keyin yuvilar. O'qishga ketishim kerak ertaga, qurimaydi-da, oyi. Mashinaga tiqqin, birpasda qurib qoladi. Buni qo'lda yuvish kerak, sifati buziladi. Unda kutasan. Og'zini ochib olsin. Keyin yuvilar. Qani? Eplasalar ro'za tutsanglar bo'lmasam. Bu nima deganing? Unda sen ham ertaga boshqa kiyiming kiyasan. Eplasang, yuvib o'zing kiyasan. Bor, biz bilan ovqatlansang, ovqatlangin, bo'lmasa xonangga kir. Oyi. Yuring, kelin. Qani? Biz bilan ovqat yeging kelmasa, uyingda o'tiraver.